Ha, yo'q dadasi ovora bo'lmagan. Yo'q, gullar ham kerak emas, sovg'alar ham kerak emas. Ha, endi bu 8-mart oddiy bayram. O'tib ketaveradi, hijolat bo'lmang. Mana menga chiroyli oshxonalarda bergansizlar. Mana ovqatlar qilib o'tiraman. Mana menga iPhone telefon, mana shu ovqatlar. Shularga xursand qilsam bo'ldi. Nima kerak bor menga unaqa gullarni, moshinalar sovg'a qilish, unaqa narsalar. O'sha internetda ko'raverib men to'y bo'ldi bunaqa narsalarga. Yo'q, ovora bo'lmaydi, ovora bo'lmaydi. Mana men chiroyli ovqatlarim bor. Men sizni bolalarim xursand qilib yashasam yetadi menga. Hali bayramdan ko'pi bormi? 50 ga kirsak ham bo'laveradi bayram, 60 ga kirsak ham bo'laveradi bayram. Bo'laveradi bu bayram qaniydi bo'lib kelgan. Hijolat bo'lmang hech ham. Pulingiz bormi yo'qmi endi ovora bo'lib qolmang deyman dadasi. Ro'zg'or qilish o'zi oson emas. Men ham ahmoqman-da endi bir o'zimcha. Hech bo'lmasa 8-marta gul olib kelar deb kutaman.